Viloyat soliq boshqarmasi hamda hududiy soliq inspeksiyalari tomonidan tekshiruvdan servisga tamoyil asosida tadbirkorlarga yaqindan ko'mak berish, ularning muammolarini tinglash hamda soliq qonunchiligidagi yangiliklarni tushuntirish ishlari tashkil etilmoqda. Ayniqsa, biznes egalari bilan bevosita muloqot qilish, ularning faoliyatida uchrayotgan turli muammolarni joyida hal qilish imkoniyatini beryapti. Davlatimiz rahbari joriy yilning 6-aprel kuni soliq ma'murchiligini takomillashtirish va soliq organlari faoliyatini isloh qilishga doir taqdimot bilan tanishib, soliq tizimini tekshiruvdan servisga tamoyil asosida transformatsiya qilishni ustuvor vazifa etib belgilagan edi. Prezidentimizning mazkur topshiriqlari chekka va olis hududlarda ham amaliy ifodasini topyapti. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida 4000 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari faoliyat yuritadi. Tuman soliq inspeksiyasi tomonidan tadbirkorlar bilan bevosita hamkorlikni kuchaytirish orqali ular faoliyatida uchrayotgan xato va kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etishga erishilmoqda. Korxonamiz asosiy faoliyat turi mebel ishlab chiqarish. Korxonamizda hozirgi kunda 30 dan oshiq xodimlar ish yuritadi. Mahsulotlarni 80% ichki bozorga sotiladi. O'tgan yilgi oborotimiz 5 milliard 800 milliondan oshdi. Germaniyadan stanok buyurtma qilganmiz. Xudo xolasa stanoklarimiz keldi. 150 ming dollarlik stanok. Barqarorlik reytingida yashilga doimiy yurganimiz, soliq xodimlarimizga ko'maklashishi, bizni bilmaganlarimizni kelib amaliy yordam berayotganligi, xato qilmasligi uchun nimalarga e'tibor qilishni so'raymiz. Hisobotlarimizni doim vaqtida berishlarimizni maslahat bergani evaziga biz mana shu barqaror reytingda doim yashilda yuribmiz. Mana shunday ko'mak uchun soliq xodimlariga minnatdorchilik bildiramiz. Tumanda soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyili asosida 2026-yilning dastlabki 4 oyi davomida jami 1200 ta korxonaning muammolari bevosita soliq inspeksiyasi xodimlari ko'magida hal etildi. Oilaviy korxonamiz hozirgi kunda Sho'rchi tumanida aholiga savdo va xizmat ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanib kelmoqda. Soliq organi xodimlari bizga jazolovchi emas, balki eng yaqin maslahatchi va ko'makchi bo'lib kelmoqda. Masalan, biz yaqinda buxgalteriya hisobini yuritish va hisobotini elektron tizimlari orqali yuborish bo'yicha tushunmovchiliklarga duch kelgandik. Soliq inspeksiyasi xodimlariga murojaat qilganimizda ular o'zlari kelib, xatolarimizni qanday to'g'rilash kerakligi va maslahatlarni berishdi. Bugun soliq xizmati organlari oldiga qo'yilayotgan asosiy talab ham shu: tadbirkorlarni jazolash emas, balki ularning muammolarini tinglash, qonuniy faoliyat yuritishiga ko'maklashishdan iborat.